Qo'rqyapsiz. Shunaqa dedingiz. Kecha qo'rqmadingiz. Yo'q, kecha qo'rqmadim. O'tgan kuni ham qo'rqmadim. Bugun ertalab kelganimda ham qo'rqmadim. Hozir 2-3 soatdan kutganingizga beri shunaqa balki ko'proq kutganingizga shunaqa xavotir bo'lyapti. Nimadan qo'rqyapsiz? shu periduralka qilaman deganingizdan qo'rqyapman. Endi narkoz yo'q dedingiz. Go'zal opa, qanaqasiz? Yaxshi. Biz tugatdik. Bo'ldi? Shu. Qo'rqinchli emas ekanmi? Yo'q, yaxshi. Arzimadimi qo'rqishga? Yo'q, Tugatdik. Yaxshi bo'ldimi? yaxshi. Qo'rqinchli emasmi? Yo'q, qo'rqqanimdek emas. Tomirlaringizni hammasini yopib qo'ydik. Sizda o'sha ko'proq miomas, adenomioz kuchliroq rivojlangan edi. Xolos hamma tomirlarni yopib qo'ydik, endi bu yog'i natijani ko'ramiz.